Shu paytgacha 4-5 ta qizlar bilan gaplashdik. Tug'ilgan kuniga sovg'a, sevishganlar kuniga sovg'a, uyda iti tug'sa ham sovg'a. Million pul ketdi, vaqt ketdi. Oxirida nima bo'ldi? Prosta boshqasiga tegib ketdi. Lekin ana eng yaqin o'rtog'i hali ham yoningizda. Uni ursangiz ham ketmaydi. Uni so'kasiz, mazaqlaysiz, xafa ham bo'lmaydi. Bir yilda bir marta Pepsi olib geli olgandek xursand bo'ladi. Tug'ilgan kunida o'zingiz ish qilib qo'ygan rasmni story qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Qarzini ham so'ramaydi. Birinchidan bermasligingizni biladi, ikkinchidan sharoitingizni tushunadi. Do'stim, men seni yaxshi ko'raman. Ko'chadagi qizlar seni bir tengilmasligi mumkin, lekin sen men uchun qadrli. O'zingni ehtiyot qil. Biz sen bilan hali ko'p jinnil hila qilamiz.